hozir Shuhrat aka obyektiga kelganmiz. Bir qator ma'lumotlarni berib yuboraman, lekin bu narsani sizlar bilan ulashmasam bo'lmaydi. Короче, 200 kvadratli joyimizga qo'yilgan kotol. Bu kotol nomi nima? Xokali kotolmi? Xokali bunker kotol. Xokali bunker kotol. Buni bir kunda bir marta zapravka qilinadi, aka? Bir kunda bir marta. Bir kun mana shu joydan zapravka qilinadi, o'zi aqlli. Bu yerda nimalari bor aka? Endi uni miyasi bor. Buni mana shu bunkerdek ko'mirni surishi, graduslar hamma narsani shu boshqaradigan bu miyasi. Обязательно 3 bar 6 barlar qo'yilgan bu yerda. Avariyniy nasoslar o'rtoqlar 25 ga 4 cho'plik olgan hamda panelli radiatorlarga alohida qo'yilgan. Ikkitadan nasos orqa tomonida qolib ketgan. Ko'rishinglar mumkin. Xullas, zo'r ishlab beryapti. Bu 69-70 gradus, ha aka? Mana o'chdi. Ha, 70 gradusda o'chadi kotol. O'zi avtomatik. 70 gradusga qo'yilgan. Shuning uchun o'chadi. Ha, qaranglar o'rtoqlar. Qo'l uncha kuymayapti. Ya'ni shuncha ko'mirni gradusini o'zi kotol o'zida olib qoladi. Suvga issiqlik, suvga berib yuboradi. Shuning uchun unaqa mo'risi, unaqa issiq emas. O'rtoqlar, lekin ishi gap bo'lishi mumkin emas. Shuhrat aka obyekti. Bu videoga bitta like bosib qo'yasizlar jigarlarim. Agar sizlarga ham santexnika xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda Shuhrat aka nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa ishinglarni 5 qilib bitkazib beradi.